Assalomu alaykum. Men Ne'matjon va mashhura Oliymolla. Bugungi o'yinimiz sog'lom va zararli oziq-ovqatlar interaktiv qo'llanma. Qo'llanmaning maqsadi bolalarning sog'lig'i, sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish haqidagi tushunchalarini tizimlashtirish, nutqni, diqqatini, xotirani rivojlantirish. O'yin 6-7 yosh guruhlari uchun mo'ljallangan bo'lib, o'yinning tarkibiy qismlari 4 dona plakat va 16 dona tasvirlar tushirilgan kartochkalardan iborat. O'yinda 2 nafardan 4 nafargacha bo'lgan o'yinchi ishtirok etadi. Bugungi o'yinimizni o'tkazishda menga Madina hamda Sabina yordam berishadi. O'yinning borishi. Qo'limdagi 2ta plakatni teskari qilib stol ustiga joylashtiraman. Ishtirokchilarimiz o'zlari uchun bittadan plakat tanlab olishlari kerak bo'ladi. Marhamat, Madina olamiz. Xo'p, Sabina olamiz. Barakalla. Demak, Madinada sog'lom oziq-ovqatlar, Sabinada esa zararli oziq-ovqatlar tasviri tushirilgan plakatlar. Madina va Sabina, sizlarga qo'limdagi kartochkalarni ko'rsataman. Bu qaysi stoldagi ovqatlarga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Demak, Madina, Sabina diqqat qilamiz va o'ylab javob beramiz. Birinchi tasvirimiz nima ekan, qizlar? Shirinliklar, juda ham to'g'ri. Shirinliklarimiz qaysi stolimizda joylashibdi? Zararli oziq-ovqatlar stolida. Demak, bu kimga tegishli ekan? Sabinaga. Sabina kartochkani olamiz va joylashtiramiz. Keyingi tasvirimiz nima ekan? Muzqaymoq. Juda ham to'g'ri. Muzqaymoq qaysi stolga tegishli ekan? Zararli oziq-ovqat. Barakalla, zararli oziq-ovqatlarga. Demak, bu stolimiz kimda? Madinadami, Sabinadami? Sabinada. Juda ham to'g'ri. Bu tasvirimiz nima ekan, qizlar? Sut foydalimi yoki zararlimi? Foydali. Demak, bu kartochkamiz kimga tegishli ekan? Madinaga beramiz. Barakalla. Barcha kartochkalarimiz shu tartibda tegishlilarga bo'linadi. Sog'lom va zararli oziq-ovqatlarga tegishli bo'lgan plakat va kartochkalar hoshiyalarining ranglari bilan ham ajratiladi. Bolajonlar, biz sizlar bilan sog'lom va zararli oziq-ovqatlar to'g'risida gaplashdik, to'g'rimi? Agar biz sog'lom ovqatlansak, tishlarimiz bu ko'rinishga, agar zararli oziq-ovqatlar bilan ovqatlansak, tishlarimiz qaysi ko'rinishga kelib qolarkan? Mana bunday ko'rinishga kelib qolarkan va tishlarimiz ham yig'larkan. Hozir sizlarga qo'limdagi kartochkalarni bo'lib beraman. Madinaga, Sabinaga. Sizlar bu tasvirlar haqida gapirib, tegishli plakatga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Sabina bizga o'yinni boshlab beradi. Sabina, tasvirda nimani ko'ryapsan? Bola sabzavotlarni yeyapti. Juda ham to'g'ri. Sabzavot va mevalarni yuvib iste'mol qilish kerakmi yoki yuvmasdan? Yuvib. Agar biz yuvib iste'mol qilsak, tishlarimiz sog'lom bo'ladimi, kasal bo'ladimi? Sog'lom. Demak, qaysi plakatga joylashtirar ekanmiz? Sog'lom tishlarga. Qani joylashtirchi Sabina. Barakalla. Madina, sen qanday tasvir ko'ryapsan?
Bolalar sabzavotlarni to'rashyapti salatga. Judayam to'g'ri. Demak, sabzavotlarni iste'mol qilish uchun biz uchun foydalimi yoki zararlimi? Foydali. Foydali. Bu kartochkamizni qaysi plakatga joylashtirar ekanmiz? Foydali. Foydali, sog'lom tishlarga. Sabina, bu bola nimaga unaqa turibdi? Tishi o'ryapti. Tishi og'riyapti. Demak, bu bola to'g'ri ovqatlanganmi yoki noto'g'ri ovqatlanganmi? Noto'g'ri ovqatlangan. Noto'g'ri ovqatlangan. Bu tishi og'rigan bolani sog'lom emas, kasal tishlarga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Madinada qanday tasvir ekan? Nimaga u qizcha yig'layapti, Madina? Chunki uni tishi og'riyapti. Nima yegan ekan? Shirinlik. Shirinlik yegan ekan. Shirinlik yeyish tishlarimiz uchun foydali ekanmi? Yo'q. Yo'q. Demak, kartochkamizni kasal tishli plakatimizga joylashtirar ekanmiz. Barakalla. O'yinchilarda kartochkalar tugagandan so'ng o'yin yakunlanadi.